Hop, Lacetti mashinamiz kelgan. Bunga bo'ladigan muammosi pechka korpusi oyoqqa betga bergan vaqti ishlamaydi. O'sha lapkasi sinib ketgan. Sinig'i yo'q. Unayimgida sinig'i yo'q. Bu sinig'i bitta mana shu lapka uchun korpus olish kerak. Bu 650 ming so'm turar ekan. Mana uchi sinib ketgan. Mana shu tomon quloqchasi sinib ketgan. Endi biz hop, mana shundan yamab ko'rishga harakat qilamiz, bo'lsa. Radiator kranini olib yasaymizda. Shundan yasab qo'yib ko'ramiz, bo'lsa. Rasman shilqillatdi uni. Ishlamaydi bu, sinib ketgan. Ko'ramiz, qani xudo xolasa shuni ham ko'ramiz. Hop, boynak kranni kesib, o'ziga taxlab, akfix qilib yopishtirdim. Endi buni ustini xudo xolasa setka bilan yamaymiz mana. Tayyor bo'ldi, xudo xolasa buni yamab, chotki qilib qo'yib qo'ydik, xudo xolasa. Bo'ldi, almashtirishdi. Hojati yo'q endi. Ishlayapti kak bo'lajoqsin. 650 mingdan qutqardik, xudo xolasa egasini. 500 ming olamiz bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi mana. Egasini 650 mingdan qutqarib 500 ming beradi, xudo xolasa mana chotki bo'ldi. Insof ham shunchalik-da.